mijozimizga mana men antik ko'shki moskitni setka olib kelib berdim. Mana setkasi oddiy setkaga qaraganda bir necha barobar qalin bo'ladi. Shu tirnog'i bilan yirta olmaydi. Zavod izgatovitel tomonidan 10 yil kafolat berilgan. Setkalar bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Konstruksiyasiga Sinax qilib berganmiz. Bu yerda hozir oq, boshqa ranglari ham bor. Hamma rangga tushadigan rangidan bor. Tagida bunaqa arqoni bo'ladi. Mana shundan tortganda setka ichiladi. Mana setkani o'zi, bu ikkinchi oynamizaniki. Ko'rishingiz mumkin, tepasida bunaqa temir klipsa bo'ladi. Klipsasi temirdan. Buni vazifasi unda romga kirganda siqilib, joyiga tushib olgandan keyin yana ko'tariladi. Setka tashqariga tushib keta olmaydi. Faqatgina yechilsa uy ichiga yechiladi. Klipsasi tepasida ham bo'ladi, pastida ham bo'ladi. Mana arqoni. Klipsalar temirdan bo'ladi. Buni qo'yish qiyin emas. Mana bunaqa plastmas romlarga tushadi. Oynani ochasizlar. Arqoni turgan taraf pastda bo'ladi. Birinchi tepasi qo'yiladi. Hozir bitta qo'lda bo'lgani uchun sal qiyinroq bo'lyapti. Birinchi tepasini ko'tarib qo'yiladi, keyin pastini mana pastki qismini itarasizlar tashqariga. Mana joylashib oldi. Oyna yopilishiga xalaqit bermayapti. Mana oynalar yopildi. Oyna bemalol yopilyapti, xalaqit berayotgani yo'q. Setkamiz turibdi. Moskitni setka antik ko'shki bu. Mushular yirta olmaydigani baquvvatli. Ramkalar boshqacha rangi ham bor, profilni boshqa rangida ham qilib bera olamiz. Barcha rangga tushadigani bor. Ko'rasizlar, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Oyna yopilyapti, zazurlari yo'q. Oyna yopilishiga xalaqit bermadi. Olmoqchi bo'lsangiz, mana shundan tortasiz. Tagida arqoni bo'ladi, o'shandan tortganingizda mana setka yechilyapti. Qo'yayotganda yana tashqariga itarasiz.